İzzet'le ben chin qalbimdan tabriklayman. 90-yillar diskotekasi sizni xizmatingizda marhamat. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov marhamat. Qarsangiylar, to'ylar muborak bo'lsin. Ushlashingiz mumkin. Faqatgina ota-onalar marhamat. Muborak bo'lsin. Egallashingiz mumkin. Barchangiz uchun mana shunday go'zal onlar va tarixiy kun muborak bo'lsin deymiz va yana birov ularni olqishlab turamiz. Marhamat, qarsangiylar ostida ularni kuzatib qo'yamiz. Qancha ta'til qilsa, biz mana shu sanoq shogiy muhtijin kechaning bevosita guvoh bo'lamiz. Sadorbek juda ham to'g'ri aytadi, bu yilgi tantana, bu yilgi ayyom barcha san'at vakillari uchun o'ziga xos bir ijodiy oqshom ham diydorlashdir va Ahmadjonga do'st bo'lsang yonimda tur deganmish. Ahmadjonga uzr, endi biz hozir kelib davom qilib turibdi. Chunki bizning qizimiz yana qizim desam bo'ladi. Men chin qalbimdan tabriklamoqchiman. Endi mana O'zbekistonimiz kundan kunga yillar yashnab ketyapti. Bugun 2 yosh bir zamonaviy yangi baxtli oila ko'chyapti. Baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar, juvali bo'linglar. Izzatlar, men chin qalbimdan tabriklayman. To'ylar muborak bo'lsin, Xudo aqdachilik muborak bo'lsin. Endi siz ukajon, men murojaat qilmoqchiman Ahmadjonaga. Xudo xolisa, hademay yaqinda 5 yil to'ylarga Farruh Zokirovni taklif qilishga eslatishimiz. Kelishiga mana shu jannat makoni O'zbekiston. Mening vatanim.
Barakallah. Yaşayın. Ha. Hadi. Talablarga muvofiq. Shine
aziz do'stlar uchun qo'shiqlar rahmat. baxtli bo'ling. Qo'limda qolib ketdi senga olganimda yo'q.
Hozir sahnaga yuksak hurmat va mamnuniyat ila barchamiz uchun sevimli bo'lgan ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqov va afsonaviy bolalar guruhini taklif etamiz. Marhamat. Asramizni davrimizni kutib qolamiz. Sho'x-sho'x qo'shiqlar siz aziz mehmonlar uchun va albatta kelinimiz bilan kuyovimiz uchun marhamat. Davramiz sizlarga muntazir. Shall
gulduros va davomli qarsakiylar marhamat. Biz esa o'z navbatda shoh qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. 90-yillar diskotekasi sizning xizmatingizda marhamat.
Yıldızan otalarını iltimoslariga ko'ra yana bir marta kel yashaylik biz birga degan qo'shig'imiz. Qadrli mehmonlar, kelinimiz bilan kuyovimizni kutib olamiz. Marhamat, qarsaklaringiz ostida. Marhamat. Birinchi oy raqs marhamat xasagiylar. Agar menga bo'lgan sevging bo'lsa, agar tanlaganing jonim bo'lsa, yaxshi yomon qo'limda bo'lasan yonimda. Qo'shiqlar ham ko'p bo'ladi. Shunday ekan hozir ana shunday qo'shiqlar ijrosini qarshi olishimiz kerak sahnamizda. Albatta bugun har bir mehmonimizni qo'l topishga harakat qilamiz va albatta topamiz. Buning uchun esa xohish bo'lsa bo'lgani katta qismatdan esa sizlarga muntazir qarshingizda xalqimiz e'zozlagan san'atchimizni O'zbekiston Respublikasida xizmat qilgan artist Alisher Fayz marhamat qabul qilinglar. Xush kelibsiz. Oqshom muborak bo'lsin deymiz. Bugungi tantana Yoshlar shahar baxtli bo'lsin. To'ydagi hammaga shunaqa xursandchilik kunlar bo'lsin. Qo'l aytirib, voyaga yetkazgan ota-onalari baxtga omonlarni ko'rsin. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat. Ataylab kech keldim bugun yorim xafa bo'larmikan deb yuragida bormi deya tugun qaydaligim so'rarmikan deb astagina o'zim oldim boshdan oyoq nazar soldim
davom ettirmoqchimiz va o'z o'rnida esa raqsgo'ronlar ham davom etadi. Raqsga tushish bu sizni kelin va kuyovlarimizga yo'llanayotgan eng go'zal tabriklaringiz sifatida qabul qilinishini ham alohida eslatib o'tmoqchimiz. Navbatdagi tashrif buyurgan estradamizning yorqin ijodkorlarini go'zal qo'shiqlari ham sizni befarq qoldirmasligiga ishonchimiz komil albatta. Chiroyli qarsakiylar sadosi ostida badiiy estrada maydoniga Marokan guruhini taklif etamiz. Marhamat. Hayallar romantika, o'rni haddim so'ra.
orzu qilgan sevgisi bor milliy bog' metro bekati tayyor aylanadi erta kech o'sha tanish musiqa naqoratida bitta go'zal qizning ismi lekin o'sha bitta qiz hamma qizlar ichida go'zallikda yagona malika aylanadi erta kech o'sha tanish musiqa
Yig'latmaydi